Diqqat, mosheniklar. Chet elda ishlash istagida bo'lgan ko'p tanishlarim menga har xil vakansiyalar tashiydi, tekshirib bering deb. Chunki bu etaplardan men o'tganman. Hozirda Angliyadanman. 3-yil mavsumiy ish bo'yicha Angliyaga keldim. Yaqinda bitta tanishim xuddi shunaqa vakansiyani tashadi menga. Juda puxtalik bilan qilingan, lekin baribir moshenikligini aniqladim. Hozir sizlarga video davomida qanday qilib aniqlaganimni ko'rsataman. Mana shu tanishimga aytdim, mana shu yozishmalarni hammasini menga tashingchi, ko'raychi dedim. Bu yerda mana hamma shart-sharoitlar yozilgan, ishontirishga harakat qilgan. Bu yerda shu darajada ishontirmoqchi bo'lganki, mana bu yerda find and update. Bu silkani bossangiz, xuddi bizda MyGo degan sayt bor-ku, davlat xizmatlari. Shunga o'xshagan Angliyaning Go.uk degan sayti bor. U firma mana shundan ro'yxatdan o'tganligi haqidagi silkani ham tashagan. Unga kirib, misol tekshirib ol, xolasang ishonmayotgan bo'lsang degan. Unga kirdim, men o'zi internetga poyist berganimda internetdan ham chiqdi. Shenik hamma narsani qilgan, lekin bitta narsaga kuchi yetmagan, qila olmaydi ham. Ofitsial sayt kompaniya deyapti mana. Mana shunga mana Expert One Employment bossak kiryapti. Mana saytni cho'tki qilgan, yasagan. Bunaqa saytlarni yasash juda ham oson. Keyingisiga o'tsak, bu yerda team deyapti, ya'ni ana shu kompaniyaning jamoasi haqida ma'lumotlar deyapti. Jamoa rasmlarini ko'rsangiz bo'ladi. Bu internetdan osib olingan rasmlar yoki sun'iy intellektda generatsiya qilingan rasmlar ko'rinib turibdi. Xullas, bu kompaniya haqiqatdan ham Angliyada mavjud, Angliyada ro'yxatdan o'tgan bu kompaniya. Va bu kompaniyaning haqiqiy saytini internetdan qidirib topdim mana. expert1.co.uk. Mana shu kompaniyaning haqiqiy sayti. Ana shu vakansiyani tashagan aka bilan gaplashsam, hech qanaqa pul so'ramayapti mendan hozir. Viza chiqqandan keyin pulni berasan deyapti dedi. Lekin ular ham hozirgi paytda ancha rivojlangan, sun'iy intellektdan foydalanadi, sayt yasaydi. Hozirgi ko'rganimizdaqa yana mashiniyligini qayerdan bilsangiz bo'ladi? Yevropani bilmadimmi, lekin Angliyada polniy ish beruvchi bilan